Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Bugun biz mana Jizzax viloyati Forish tumaniga keldik. Bugun 19-iyul 2025-yil. Bu yerda Enza Zarden kompaniyasining Lajeyn gibridi ekilgan. Hozir ushbu gibrid haqida Dilshod akadan ma'lumot olamiz. Dilshod aka, assalomu alaykum. Charchamasmi? Ishingiz yaxshimi? Ha, rahmat. Dilshod aka, bu Lajeyn gibridimizni haqida ozgina ma'lumot bering. Qachon urug' tashladingiz, qachon ekdingiz? Bu Lajeynni biz 4 yildan beri 2 kilomiz o'zimiz dehqonchilik qilib. Bu yil 4-yil, ha? 4-yil. Shu yil 1-fevralga tashladik. Urug'ni. Mana bitta partiyasini 100 mingtasini, keyin 100 mingtasini 10-fevralga tashladik. Xo'sh, buni yerga 17-mart kuni qurish boshladik. 21-martgacha 200 mingta o'rinni ekib bo'ldik. Bu ekin duga qilib, salafan qilib ekilgan, lekin tagiga ham uni salafani bor. Ha, salafan bir xat tagiga ham bor, ustiga ham qilganmiz. Tez pishirish maqsadida edi. Shu etap ekilganda bu. Urug'ni arasi 10 kunda ekan. Ko'chatni Navoiyda qildingiz, ha? Shunday. Navoiyga ko'chat tanlab keldik, keyin bu yoqqa ekishni anaqa qildilar. Keyin Lajeyn yaxshi sorti, qattiqligi ham, kipriklari ham, bozorga talabiga ham javob berib chiqib. Yomon emas. Hosildorligi ham yaxshi. O'rtacha gektaridan qancha hosil olyapsiz? 70 tonna. 70 tonna. Bu yil undan ham ko'proq, lekin bu yil har 3 yil oldin ham bunaqa palak bo'lmagan, bu yil bunaqa palagi ham mana ko'rishingiz mumkin o'zlaringiz. O'tgan yilga nisbatan bu yil ko'proq. Juda ko'proq. O'zini vazniga 200 gram, 220 gram yozilgan pachkasiga, lekin 300 gramdan kam emas bu pomidor. Kipriklari ham mana yaxshi. Men so'z bitta palakni ko'tarib ko'rsataman. Rangini ham ko'ring-da, to'q qizil, lekin og'ir, juda go'shtli pomidor. Palagini ham mana ko'raylik. Ana hosildorligi. O'rtacha sanadingizmi bitta palakda nechta meva borligini? 156 ta sanadi, eng kamini 200 tagacha sanadi. Bitta palakda 156 tagacha meva bo'lgan. 200 tadan kam emas hozirgi ana shu palak. 200 tagacha yetgan bo'lyapti. Hozir bitta palakni endi qo'parib ko'rsataman sizlarga, bu palakni qayerda ekan buni tanasi. Bu emas, ha? Yo'q, bu emas. Mana. Mana hosildorligi. Bu yoqda terim bo'lmagan, ha hali? Yo'q. Bu birinchi terim. Mana to'kilib ketibdi. Bu Lajeyn eksportga ham ketyaptimi, Dilshod aka? Yo faqat ichki bozormi hozir? Ichki bozor faqat ekan. Shu yil ichki bozor. Sir bo'lmasa narxi necha pul bo'lyapti hozir kunda? Qo'llanamiz 2,5 ming, 2800, 3000 gacha beramiz. Bozorlarimiz 3000, 3000 minggacha. Bu hozir 19-iyuldagi holat. Shunday. Mana yaqinroq olib keling, mana hosili. Sug'orish qanaqa bu yoqda? Kapilni aka. Hammasida kapilni bor, ha bu hozir yerda. Mana bunday qilib ekilganda, tagiga salaban qilingan. Mana ko'rsating-da buni ham. Ikki qator salaban. Mana tagidan kapilni o'tkazganlar. Ustidan ham o'sha mart oyidami? Mart oyida ekdim dedingizmi? O'sha payt ustidan ham salafan tortganlar. Tezroq pishirish maqsadida. Tezroq pishirish shu. Endi u payt sovuq ham bo'lgan bo'lishi mumkin. 1 gektarga nechta ishchi ishlatasiz? Hozir 1 gektarga bizga 100 ta, 120 tacha odam bu. Har kun terim. Har kun terim. Endi bizga qarasam, klientga qarab, 10 ta ishsiz qo'ysak, 20 tadan bari bitta terimchiga 20 tadan mashinaga odam qo'yiladi. O'shanga qarab ishchi aytiladi. Kuniga 100 ta, 120 ta odamimiz bu. Mana bugun 5 ta ishsiz bitta onamiz bu. Klientga qarab. Bir kunda 10 ta ham 7 ta ham ishsiz ketibdi. 150 kishidan 120 kishidan kam emas-da. Xo'p, shu gibrid sizga yoqdimi? Yoqdi, zo'r. Chiroyli pomidor, rangi ham, o'zi ham, kipriklari ham chiroyli. Bozor bor. Bozor ham qattiq ham. Yana bitta narsaga e'tibor beraylik. Lajeyn juda qattiq pomidor. Kipriklari ochuv. Eksport bemalol bozorga olib borib qo'ysa, bemalol sotsa bo'ladi. Undan tashqari ushbu gibridimiz TYLCV, ya'ni mozaika virus deydi ko'pchilik. O'sha virusga emlangan. Bemalol eksa bo'ladi. Boshqa gibridlarga nisbatan farqi ham shunda. Mana o'zlarini ham ko'rib turibdilar. Hech qanaqa virus muammo bo'lmadi sizda, to'g'rimi? Bizda virus tushgan yo'q. Palak o'sishi ham, narsasi ham kamchilik bo'lgan yo'q. Bitta agronomimiz bor edi, Navoiylik, o'sha agronom gapiga quloq solib, shu aytgandan chiqqanimiz yo'q.
bemalol dehqonlarga tavsiya qila olasiz. Bular mandan ekmasdan oldin o'zi lajayni hamma ekib yuribdi. Biz 4 yildan beri ekanmiz, xudoga shukr payingamiz yo'q. Yorilishi ham, saqlanishi ham hammasi sezib yurdi. Bozorga yetib bir kun saqlab turib sotganga ham turib beribdi-da pomidor. Bo'ldi. Ham kattaligi ham yaxshi, sifati yaxshi. Yaxshi Dilshod aka, rahmat. Dehqonchilingizga baraka bersin. Rahmat. Hurmatli dehqonlar, agar ushbu Lojeng gibridi haqida sizlarga ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Biz sizlarga aloqaga chiqamiz. Salomat bo'linglar.